hurmatli ustozlar, albatta mana bugungi shadiyonamiz, yubiley kechamiz juda chiroyli tarzda o'tib boryapti. Kelingizlar, yana davramizning tabrik so'zini mana shu yubiley qatnashchilariga sinf rahbarlik qilgan hurmatli ustozimiz, akamiz Nurmuhammad aka xushvaqt davramizda ishtirok etishyapti. Kelingizlar, yaxshi bir tabrik so'zini Nurmuhammad aka xushvaqtdan eshitib qolamiz. Marhamat. Dunyoga keladi bir marta odam, demakki u shunday yashasin xurram, iqboli baland va baxt bo'lsin hamdam, qora ko'zlarida ko'rmaylik hech nam. Marhamat. Rahmat. Olim, hurmatli 95-yilda bitirgan shu maktabni mana bugun 10 yillik yubileyni o'tkazayotgan ekan, kecha eshitib juda xursand bo'ldim. Hozir ko'rib turib shu sevinchim men sig'may boryapti-da, shu xursand o'tiribman-da, chunki 10 yil ba'zilarini nima ko'rganimiz yo'q-da, ochiqni aytayapman. Men aytmoqchimanki, mana birinchi 10 yillikda boshlabsizlar, nasib bo'lsa bundan keyin juda baxtli bo'lib, turli sohalarda mana Otamurotjon aytdi, sohalaring hammasini hamma ko'rib turibdi. Tursin ma'lumlaring juda yaxshi gaplar gapirdi. Hammasi men aytmoqchi bo'lgan gaplarni aytdi-da. Aytmoqchimanki, shu 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik yubileylarni o'tkazib, doimo shunday uchrashuvlar tashkil qilib, to'ylaringda o'zlaringni bir davra suhbatlar o'tkazib, doimo shu xushchaqchaq bo'lib yurishlarini tilayman. Gapirib ketaversa gap juda ko'p. Haqiqatan men hurmat qilib o'qituvchilar hammamiz mana shu yerda turibmiz. Qisqa qilib gapirganimda baxtli bo'linglar demoqchiman-da. Nihoyat darajada sog'lom, yurtimiz tinch bo'lsin. Gap kelajagimizda sizlar, kelajagimiz. Nima deb aytishni ham bilmayapman, juda ham bir hayajondaman-da endi. Kelajagimiz sizlar, shu yurtimizni, elimizni obod qiladigan sizlar. Shuning uchun katta rahmat. Katta rahmat ustoz. Bildirgan yaxshi samimiy tilaklaringiz uchun sizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha shogirdlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz baxtiga sog' va omon bo'ling deyman. Hurmatli azizlar, albatta yana davramizning tabrik so'zlarini qo'shaloq qilgan holda yubiley qatnashchilari nomidan hurmatli ukamiz Anvarjon Safarovni davramizga taklif etib qolamiz. Anvarjon ham o'zining yaxshi bir tilaklarini aziz ustozlariga, qolaversa do'stlari, sinfdoshlariga izhor etishmoqchi. Marhamat Anvarjon. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana bugun yig'ilib o'tirishimiz sababi o'nligimizda nimasi? Shuning uchun men shu hammalarni tabriklayman. Davomli yaxshi gaplarni gapirdi shu yerda, joyga qo'shilgan holda. Va sinfdoshlarni hammasini men oilamizdan, o'zim hammamiz tabriklayman-da. Shu bugun nasib bo'lsa davomlar mana shu kechamizni juda yaxshi o'tkazaylik. Yaxshi gaplar gapirdilaringiz. Doim shunday bir yaxshi davrlarda o'tiraylik-da. Rahmat sizlarga. Katta rahmat Anvarjon. Yaxshi samimiy tilaklar uchun sizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Biz opa deb chaqirar edik. O'sha g'amxo'r o'qituvchini, o'qituvchim yongan chirog'im, maktab katta bir dunyo ekan. Yillar o'tib maktabni a'lo tamomladik gulbahor bilan, bizga berib ishga yo'llanma. Maktab qoldi bolalar bilan. Hurmatli azizlar, kelingizlar yana davramizning tabrik so'ziga. Mana bugungi shadiyona kechamizning, yubiley kechamizning aziz qatnashchilarini, qolaversa aziz ustozlarimiz, hamkasblarini tabriklash navbatini bugungi kechamizning yana bir aziz mehmoni bo'lgan ustozimiz, hurmatli opamiz Ilosh opa Karimovadan davramizning tabrik so'zini eshitib qolamiz. Marhamat. Iymoni but hamda hayoli, qarashlari doim iboli, uy ro'zg'arda bo'lar xayoli, o'zbegimning
go'zal ayoli, oiladachi eng mutabbir zot, farzandiga u baxt, u najot, turavering turguncha hayot, o'zbegimning go'zal ayoli. Marhamat. Rahmat otamoljon. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum, yubiley qatnashchilari, bitirganiga 10 yil bo'lgan sevimli o'quvchilarim. Avvalambor hammalaringizni bugungi quvonchli kun bilan tabriklayman. Hayotlaringda mana shunday quvonchli do'stlar bilan uchrashib turgan davralar juda ko'p bo'lishini istayman. Mana shunday davralarga hamisha ochiq yuz bilan, qalblaring to'la quvonch bilan oshiqib kelishlaringni xohlayman. Buning uchun eng avvalo hamisha sog' salomat bo'linglar. Oilalaringda tinchlik bo'lsin. Farzandlaring, aylozalaring, eng avvalo ota-onalaring sog' omon bo'lsin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Hurmatli ustozlar, sizlarga ham sog'lik, salomatlik, yaxshi kayfiyat tilayman. Sizlar mana shunday davralarda albatta hamisha mehnatlaringizning samarasini ko'rasizlar. Mana shunday davralar hamisha nasib etaversin. Bitiruvchi yubiley qatnashchilari bo'lgan o'quvchilarimga esa mana shunday tashkiliy kunlarni ko'rish ko'plab nasib etsin. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, hamisha elning nazaridan qolmaslikni, mehrli, oqibatli bo'lishni tilayman. Hamisha sog', baxtli, omon bo'linglar. Omad hamisha sizlarni tark etmasin. Katta rahmat. Katta rahmat Alashapa. Bildirgan tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Sizga ham sog'lik, salomatlik, yoshlarga ta'lim, tarbiya berish ishlaringizda esa ulkan zafarlar tilayman. Hurmatli azizlar, albatta davramiz davom etadi. Navbatni yana xushovoz san'atkorlarimizga berib, davramizdagi barcha aziz insonlarni davraga o'yinga taklif etib qolamiz. Marhamat san'atkorlar, yana navbat sizlar uchun. Şu so'qchilar sanam joyga kelguncha mening ikki ko'zimga borni tashlar sanamga sovchi keldi ko'chaga borni tashlar sanamga sovchi keldi